Sog'liqni saqlash vaziri Mavloviy Nurjalol Jaloliy ushbu vazirlik viloyati mas'ullari bilan o'tkazgan uyg'unlik yig'inida aytishicha, taxassuslarni takmillantirish riyosatga ortda qolgan viloyatlarning taxassus baslariga maxsus sahmiya nazarga olinishi uchun vazifa berilgan. Axborot va madaniyat vaziri Shayx Sherahmad Haqqoni Bodg'is viloyatida Oliqadar Amirul Mo'minin Hafizahulloh 17-raqamli farmon amalga oshirilish yig'inida aytishicha, islom amaliga jamiya islosi uchun xos diqqat qilgan. Quyosh 1404-yil Afg'oniston temir yo'li 4 bandari orqali savdogarlik tovarlarining intiqoloti Quyosh 1403-yilga qaraganda 39.1% ko'paygandir. Herot viloyati amniya qo'mondonligining turizm bilan qarshi kurash polisi o'tgan 6 oy jarayonida yo'lga qo'ygan necha amaliyot jarayonida yuzlab mil qurol kashf va zabt qilganlar. Lugar polisi 1500 gram oltin o'g'irlash ayblovi bilan 4 kishi qo'lga olinganini ma'lum qilgan. Eron Tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari Said Xatibzodaning aytishicha, Tehron boy bo'lingan hech bir uraniumni Amerikaga jo'natilmasligi va bu mavzuni muhokama qilinmasligini aytdi.